ruxsat bersangiz. Bu yerdagilarning barchasi eshitsin. Mana shu ondan boshlab Silviya Lokit xonim bilan unashtiruvimni e'lon qilaman. Shu munosabat bilan qadah ko'taramiz. Nimalar deyapsan? Frida Elizabetni zindonga tashladimi? O'g'lim rostdan ham tentakning o'zi. Buni hal qilish uchun tezroq ortga qaytish kerak. Oliy hazratlari, bunga hojat yo'q. Nima? Axir sening qizing qamoqqa tushdi-ku. O'ylaymanki, buni o'zi hal qila oladi. To'g'risini aytsam, u rostdan ham eplay olishi mumkin. Lekin agar bunday vaziyatni o'zi yengib o'ta olmasa, u oliy hazratlarga kelin bo'lishga munosib emas. Hozir Elizabetga vaqt sarflashga umuman imkonimiz yo'q. Mayli, hozircha uning o'ziga qo'yib beramiz. Oradan bir oy o'tdi. Qamoqda bo'lsam ham, u qirollikni barcha muhim davlat ishlarini menga bajartiryapti. Uni bunchalik mas'uliyatsiz ekanligiga ishongim kelmaydi. U keldi. Hoy, sen. Eshitaman. Qanday yordam bera olaman? Gipnoz. U yerga o'tir va hozirgina ko'rgan barcha narsalaringni unut. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xonim. Endi xavfsiz, Mirey. Sizni tashvishga qo'yganim uchun uzr, xonim. O'tgan bir oy ichida hech narsa o'zgarmadi. Otam bu voqeadan xabar topdimi? Xo'sh. Ular bu ishni o'zingiz hal qilishingizni aytdilar. Ular yana hamma ishni menga qildirishyapti. Funyal korporatsiyasini esa xoin boshqarayotganini aytishdi. Oliy hazratlari shunday dedilar. Hozir tergov ketmoqda. Nima deding? Eng yomoni, u rahbarlarni, savdogar va zodagonlarni o'zining odamlari bilan almashtirishga bosim o'tkazyapti. Mening kompaniyamni tortib olishdan unga nima foyda? Bu qirollikning eng yirik iqtisodiy manbalaridan biriga aylanmoqda. Menimcha shuning uchun kerak. U boshqaruvga kelsa, xalq yana azob chekadi. Men buni umuman istamayman. Biror nima qilishim kerak. So'rasam maylimi? Nega bu qirollik uchun bunchalik fidoyilik qilasiz? Tushunmayman. Nega? Men zodagonman. Qirollik va uning fuqarolari uchun ishlash mening burchimdir. Oilam barbod bo'lib ko'chada yashashga yoki qul bo'lishga majbur bo'lganimda, men o'sha vaqtda aynan siz qutqarib qolgan edingiz. Meni o'z sirdoshingiz deb atab sharaf ko'rsatdingiz. Men sizga havas qilaman, Mirey. Shuning uchun ham qirollik manfaatiga to'g'ri kelganda sizdan xuddi bir buyumdek foydalanishayotgani meni g'azabimni keltiryapti. Oliy hazratlari, Lokit xonim va Robertni qilmishlariga chidash qiyin, bu rost. Qirol va otamni munosabati esa shunchaki qabul qilib bo'lmas holat. Ammo xalq aybdor emas. Men o'z fuqarolarim uchun ishlashni istayman. Obro'yingizga putur yetkazadigan gap-so'zlar tarqalmoqda. Gap-so'zmi? Siz rashkdan ko'zingiz ko'r bo'lib baronning qiziga suiqasd qilmoqchi bo'lganingiz haqida. Valiahd shahzodaning orqasidan ish ko'rib, siyosatga aralashayotganingiz va qirollikni egallamoqchi ekanligingiz haqida. Buning barchasi o'sha razil shahzoda va uning atrofidagilardan chiqmoqda. Bu mishmishlar asossiz, lekin odamlar ularga kundan kunga jiddiyroq qarayapti. Odamlar, hatto ba'zilar sizni qirollikka balo olib kelish uchun kelgan inson qiyofasidagi yirtqichsiz deyishmoqda. Yirtqich? Siz qirollik va uning fuqarolari uchun juda ko'p mehnat qildingiz. Ularni sizga qarshi chiqishi uchun bitta asossiz mishmish yetarli bo'ldi. Hammasi tuban insonlar. Sizga shunchalik muhtoj bo'la turib, hech qachon sizni o'ylamagan qirol, Gersog Leyston va eng muhimi, qadringizga yetmagan o'sha shahzoda hamda sizni quruq tuhmat bilan ayblagan o'sha Gersogning qizi. Men bu qirollikni kechira olmayman. Umuman. Sen haqlisan. Rahmat senga, Mirey. Ko'zlarim ochildi. Bu tuban qirollikni tark etamiz. Xonam,
5 kundan keyin boshlaymiz. Oldin uchrashishim kerak bo'lgan inson bor. Tayyorgarlik ko'rishingni xohlayman. Siz uchun har narsaga tayyorman. Korporatsiyani nima qilamiz? Rahbariyatdagi o'zgarishni qabul qilamiz. Haydalganlarning hammasi qirollikdan chiqib kutib turishsin. Lekin poytaxtda ma'lumot topish uchun biror kishini qoldirishimiz kerak. Meni tushundingmi? Tushunarli. Yana biror narsa aytmoqchimisan, Meri? Ortingizdagi devorni to'g'irlab qo'ysak ma'qul bo'lardi. Ilohiy artefaktingiz yordamida uni tezda tiklasa bo'ladi. Ha, to'g'ri. Onam. Yangi hayotingizda ilohiy barakalar sizga hamroh bo'lsin. Rahmat. Endi esa bu dunyodagi barcha mavjudotlar mana kuchiga ega. Va mashq qilish orqali ularning bir hovuchigina mana kuchini ilohiy artefakt deb ataluvchi qurolga aylantirishi mumkin. Bu artefaktlar nayza, qilich yoki boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Mening holatimda ilohiy artefakt Belzebub grimoari. Belzebub grimoari bu 7 grimoardan biri. Mening ilohiy artefaktim hisoblanadi. Uning kuchi sehrni yozib olishdan iborat. Inson o'ziga tegishli bo'lmagan sehrdan foydalana olmaydi. Ammo boshqalarning sehrini Belzebub grimoari yozib olishi orqali men o'zimga tegishli bo'lmagan sehrlardan foydalana olaman. Men faqat suv sehridan tabiiy ravishda foydalana olaman, lekin tosh devor. Bu xuddi men unga qo'llagan sehrim kabi. Gipnoz. Ishlar ko'payib ketdi. 5 kundan keyin muz qo'g'irchoq. Zindonda soxta nishon sifatida muz qo'g'irchoqni qoldiraman. Sarob. Men ozodman. Elizabet, ma'lum bo'lishicha juda ayyor tulki ekan. U odamlar uchun ishlayman deb tinmay gapirib, bizni laqillatib kelgan ekan. Umuman ishonib bo'lmaydi. Valyaq shahzodaning kelini emish. O'lay agar u qirollikni egallamoqchi bo'lgan. U eng yomon jazoga loyiq. Eshitishimcha uni dorga osishar ekan. Unga loyiq. Shubhasiz, bu aniq albatta osish kerak. Shahzodaning pastga tushishlari haqida eshitgandim. Lekin bazmdagi qiliqlari Xaldoriya xalqiga achinaman. Agar Valyaq shunday odam bo'lsa, lekin Elizabet xonim bunday vaziyatni qanday ajoyib hal qilganini solishtirsak, oxirgi bir necha yil ichidagi barcha muvaffaqiyatlarga u ishtirok etgan. Hatto qirollik urush paytida bo'lganida, u bor yo'g'i 10 yoshida imperiya ziddiyatlariga zarba bergan edi. Shunday muhim insonni o'z qo'li bilan qo'ldan chiqardi. Rosa kulgim kelyapti. Kiravering. Kech bo'lganda bezovta qildim. Xaldoriya qiroli? Bu yerda nima qilyapsiz? Sammitga jo'nab ketgansiz deb o'ylagandim. Eng avvalo, bunday paytda uchrashuv taklif qilganim uchun uzr so'rayman. Talab qilganim uchun uzr so'rayman. Ha? Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Vikont Lukas Lebrik. Siz bilan uchrashish uchun qiyofamni o'zgartirib kelganim uchun uzr so'rayman. Qirol sifatida bu yerga qiynalmasdan yetib kela oldim. Elizabet xonim, sizni qamoqda deb o'ylagandim. Bu yerda nima qilyapsiz? Sizdan bir iltimosim bor. Imperiyadan boshpana so'ramoqchiman. Maylimi? Boshpana? Ha. Aytmoqchimanki, shahzodaning qiliqlari me'yordan oshdi, lekin Janob Lukas, faqatgina qirollik Valyaq shahzodasi emas, balki uning fuqarolari ham ustimdan kulishmoqda. Shahar bo'ylab tarqalgan mishmishlarni aytyapsizmi? Lekin qirol va kansler qaytishgach, ulardan to'yib ketdim. Mening ketishim bu qirollik aholisiga juda og'ir ta'sir qiladi. Shuni bilasizmi?
lekin bunda biror muammo bormi? Men bu qirollik va uning odamlari uchun borimni berdim. Ular esa meni bir zumda sotib ketishdi. Vaqtim va mehnatim xuddi axlatdek uloqtirib tashlandi. Ketgandan keyin nima qilmoqchisiz? Bu qirollikni vayron qilaman. Hammasi uchun javob berishadi. Men bu qirollikdan qasos olishga qaror qildim.